Assalomu alaykum Oxunjon o'z kanalining hurmatli obunachilari. Biz yaqindan kuzatib boruvchi aka-ukalar, chorva oshpazlar. Akalar kechki dasturlarga Xudo xolasa sizlarga arzon, haqiqiy arzon deymiz-ku. Amal qiladigan joyga. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on-So'ra qishlog'idamiz. Ya'niki Nurullo akamizning xonadonlariga yetkazamiz akalar. Bu yerda sotiladigan sigirbob nojillarning narx-navosini qo'limizdan kelgancha chiroyli yoritib beramiz. Hafta kuniga Xudo xolasa payshanba 2026-yil 19-fevral sanasidir biz. Mollarning narxlari, bo'ylari, sifati ma'qul kelib qolgan bo'lsa, akamizga aloqa chiqarasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bomsiz, sumsiz. Yaxshimagan obunachilar. Bugun ozgina qilib video qilib beramiz. Manfaatli bo'ladi, Xudo xolasa. Sigir yo'nalishida shved so'raganlarga, rossiyskiy xonada so'raganlarga yengil narxlarda qilib beramiz. Narxlari arzon bo'ladi, Xudo xolasa. Arzon qilib beramiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa akalar, mollarga ham xolis oldim, bunday baho berib ko'ring. Zo'r. Uzunligi, hamma yo'g'i, bunisini qarang. O'tgan gal videoda qalay bo'ldi aka? Tugadimi yo? Hali maqtanishga kirib qoladi-yu. Oxunjon mana shu kanalga chiqardik, 40 minutda tugadi. 40 minutda tugadi. 40 minutda keyin hijolat bo'lib qoldik, akalar so'rashdi. Yana bormi? Xudo xolasa. Shu bugun ekan nasib. Shu bugunga endi ozroq bo'lsa ham qo'ldan kelganicha chiqarib beramiz, eshak. Chiqarib beramiz. Bugunga nechta aka? Tushdi. 6 ta ekan, 6 bosh. Lekin mollarda aka mayli 10 tamasu 4 ta 5 ta chiqaramiz, zo'rlar ekan, mana qarang. Ularni ham haqiqiy boshqachasi. Saydolariga olib keldik, Xudo xolasa. Soniga emas, sifati haqiqiy, monosini ko'ring. Mana qarang. Bir qator bir yechib ko'rsatamizmi aka mollarni, ha? Yemoq-ichmoq aka sinab ko'rdingizmi? Sinovdan o'tdi oxunjon. Sinovdan o'tdi. Bir hafta garantiya beramiz. Bir hafta garantiyasi bor. Ostilari ham haqiqiy ilkillab turibdi zo'r. Hozir 100 talik shved. 100 talik. Uzoq kurak chiqarmagan. Hali bo'zak. Bo'zak. Hali bo'zak akalar, lekin mol endi to'g'risini aytish kerak, arziydi, mana qarang. Jon. Ketdi. Hayot ham yezdi. Yetyapti. Jon. Mana turuvni ko'ring. Bo'yini o'lchadingizmi? Bo'y 120, oshiq 120 ga olishamiz. 120 oshiq 120 ga olishaveradi. Lekin pachka. Pachkasidan. Keyin bitta mana shu yerda to'xtatib turing, aka. Mana shu musofirda ko'rayotgan aka-ukalarimiz bor. Bal oldan olasiz-da, aka, ko'ring, mana tuyoqlariga ham baho bering. Mana. Haqiqiy zo'r mol ekan. Bo'sh qo'yingchi molni. Bo'sh. Ana. Mana mol. Bormi? Bormi ishqiboz deganlarga? Modellarga o'xshaganlar-da. Ha. Zo'r. Aka, videoda boshida 20 millionni pastda qo'yib beraman dedingiz, shunga lavz qo'yib beramiz. lavz qo'yib beramiz. 21, 22 lik mollarni hozir eshitasizlar kelar, narxi o'ta arzon bo'ladi. Bo'ylari 120. 120 ga beramiz, oshiq. 120 ga oshiq. 4 santiga ham tortishmaydi. Ostilarni ham ko'rsating. Qani bitta ostini ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Maşallah. Mana qarang. Bo'ladigan bola boqidan ma'lum deydimi? Nima bo'ladi? Qarang. Bu baqallarligi deb bilmaydi. Hop, yetdi. Hop. Nurullo aka. Asha telefon qilaman, narxini aytsin deganlarga. Ishlarni bitiramiz avvalo. Hop. Arzon narsa emas, lekin biz arzon qo'yib beramiz. Bozorda ham topish qiyin. Bittasini aniq qilish ham qiyin. Lekin bir kelib qolyapti bizga. Harakat qilib olib kelyapmiz siz obunachilaringizga. Hop. 20 milliondan o'tib beramiz. 19 million 500 mingga vodiy bo'ylab dastavkasi besplatni, u yog'ini kelishamiz. 19 million 500. 19 million 500 ming so'm. Savdosi bor. Savdosi bor oxunjon. Aka-ukachilarga bir 500 ming o'tib berasiz. Kelishamiz. Ya? Telefon qilsa ish bitadi. Kirasi undan ham ko'proq o'tib beriladi, ya. Telefon qilsa ish bitadi. Mana. Lekin bu akamizda bitta zo'r xarakter bor ekan. Ukam men 100 ming, 200 ming o'tib bermayman, kerak bo'lsa millionlab o'tib beraman. Aka telefon qiling, xudo xolasa ishingiz bitadi. Ish bitadi. Hop, 19 million 500 ming savdosi bor. Savdosi bor. Ulgurib qolasiz. Kuyibga kelyaptimi yo hozircha jimmi? Hali uzoq. Bo'zak?
Endi kelib qoladi. Haligi hozir keladi deyish kerak emasda. 2-3 oy yaxshi yeb turibdi mana. Polvon keladi bu. Hali yoshligidan bu molda aka egasi teyin mana shu mol bor. Dahshat mol ekan. 19.500 ming savdosi. Bormi desa bordi olib ko'rdik deganda. Ketdi keyingilari. Hop. Keyingilari. Rossiyskiy bor oldi. Jon. Qara. Aslan bitta ko'raylik-chi jonivorni. Ketdi. Ishqibozlarga. Farg'ona, Qo'qon tomondan aka-ukalar mana shunaqa Olaporodan suyushadi. Mana ko'ring. Zo'rlar. Olaporodan yana rossiyskidan boqamiz. Bu ham buzoq, hali tish yormagan. Aha. Shu sut yo'nalishiga. Sigir yo'nalishiga beramiz akalarga. Mazaq boqib yurishadi. Hop. Yuvosh mol. Holisi yaxshi. Mana kelishsa ham, mana bog'dan kelishsa mana. Naborot. Yuvosh zarar ekanligi. Yaxshi narsaga. Nechta qo'yib beramiz aka narxini? Undan ham arzon qilamiz. Bu arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Hop, akalar endi bir qator yurishiniga baho beramiz. Maşallah. Ketdi, to'xtatdi. Olib tashlang. Mana, ola qora so'raganlar. Aha. Narxini eshitamiz. 19 million dastlabkasi ichida. 19 million dastlabkasi ichida. 8 olib borib beraman. 19 million so'mga dastlabkasi ichida qo'yib beriladi aka. Vodiy bo'ylab kam yo? Vodiy bo'ylab sotamiz. O'zbekiston hamma viloyatga sotamiz, kelishgan holda sotamiz. Kelishgan holatda qilib beriladi. Zo'r. Akalar 19 million so'm savdosi bor. Ozgina yana kelishadigan joyi bor. Xayrini qilib beraman o'g'limjon. Xayri qilib beriladi. Telefon qo'ygan odam ishini bitiramiz. Xudo xolasa ish bitsin. O'g'limjon. Yanmi bo'lsin? 125. 125. 120 ga olishaveradi. Tekis 120. Ketdi. Keyingilar. Mol o'ta chiroyli narsa. Yosh malama. Ostilarni bitta ko'rsatib beraylik aka. Shular ana qorasidan so'ragan. Qorasidan so'rashgan akalarga. Tulab qopti-ya. Ha, tulabga keldi bu. Narx. Necha pul qo'yib beramiz? 18.500 ming so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi u yoqqa kelishamiz. 18.500 bitta motorni o'lchab qo'yaylikchi. 1.15 20larga borib bormagan bo'lsa kerak a. 1.21. 1.20 ga olsin. Ha, 1.20 ga. Hop, 18.500. Kami bor. Telefon qilsa ishdan bitiramiz. 18.500 ming so'mga, hurmatli obunachilar, savdosi bor. Ulgurib qolasiz. Zo'r. Keyingilar. Ana joy. Mol olaman degan aka-ukalar bormi? Buni qara. Mana joy. Ko'ring. Zo'r. Yuvoshligi ham yuvosh. Sir qiladigan-da. Sir yo'nalish. Sigir yo'nalishidagilar. Yedishlari zo'r. Ha, keyin buni vitamin yoki emlashlar bo'lmagan aka bularda. Va emlashlari bir marta bo'lgan. Aha. Yana bir qo'r o'zlari ko'rsatib olishadi. Endi o'ziga mosla hamma ham olingandan keyin moslab olinadi-yu. Aha. Xudo xolasa salomatligi zo'r. Aha. Uzunligi yaxshi mol bu. Sigir qilishga arziydigan mol, yaxshi narsaga. Hop.
Xo'p, endi Nurullo aka, bunisini endi nechga qo'yib beramiz akam? Buni ham narxi arzon bo'ladi o'g'iljon. Xo'p. Oldi qochdi gap kerak o'g'iljon. Bo'ladigan gapni gapirib, shu obunachilaringizga shu molli bo'lsa, Xo'p. oldi qochdi gap yo'q. Shu molni 15 million 500 ming so'mga yetkazib olib beraman. 15 million 500 ming savdosi bor. Savdosi bor. 15 million 500 ga ish bitadi. ish bitadi. Savdosini yana qilib beriladi. Qilib beriladi, xayrini qilib beriladi. Hayır, qilib beradi. Ulgurib qolasiz. O'ta yaxshi narsa. Bo'laveradi aka. Ketdi. Keyingilar. O'zimizda eski rastichlar deydi akalar. O'shalarni aka. O'shalardan. Mol haqida o'ziga yarasha, xohlasa huquqi bor. Sifati o'ziga yarasha akalar. Puli yengilroq. Olaman, sirq olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Nech pul qo'yib beramiz aka buni? Hop. 13 ham yo'q. 12 million 800 ming so'mga yetkazib olib beraman. 12 million 800. 12 million 800 ming so'mga yetkazib olib beraman. Yana kelishamiz, ha? Telefon qilsa ishlar bitadi. Telefon qilsa, hurmatli Xayrini obunachilar. qilib beraman. Xayrni qilib beriladi. Xudo xolasa 12 million 800 ming. Xo'p, oxirida bitta asha puli arzonroq ama. Puli yengil. Puli yengil. Mana bu. Bo'ldi, ko'ringiz. O'ta sifatli narsa ekan, ha? Mana bu akalar. Ostini ko'ring, o'ta zo'r. Mana ham sigir qiladigan. Aha. Sizga qilishga tavsiya qilib ketaveramiz. Yuvosh narsa ekan. Yuvosh. Shved so'raganlar. Shved. Hop. Ketdi narxi. Narximi? Shunisini bomba qilib qo'yib beraman. Hop. Hammasi bomba bo'ldi. Ulardan ham bomba qilib qo'yib beraman buni. Aha. Buni 11 million 700 ming so'mga yetkazib olib beraman. 11 million 700 ming. 11 million 700 ming so'mga yetkazib olib beraman. 11 million 700 ming so'mga yana jinda kelishtiradigan joyi bor. Telefon qilishsa ish bitadi. Xohlasa zo'r. 11 million 700 ming so'm savdosi bor. Xo'p, hurmatli obunachilar, narxlar, bo'ylari, sifati ma'qul kelib qo'yganimizda Nurdon akamizga aloqa chiqaverasiz. Dastlabki ilojini boricha 12 viloyatga yetkazdirib beriladi. Faqat bu mollarda ish qivozi bo'lsa bo'ldi. Qayerdan bo'lsa ham chaqirib turaverasiz, aka. Telefon qilsa ishlari bitadi. Kelishmaydigan narsani o'zi yo'q, kelishiladi. Mol yoqsa bo'ldi. Mol yoqsa qolsa, mollar ham shu sifatiga arziydigan mol. Garantiya beramiz. Xudo xolasa yemoq ichmog'i sinovdan o'tdi o'g'iljon. Bo'ldi. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaning chorvasiga umriga Alloh barakasini bersin.